G'o'zani jamoa o'zini sizlarga yaqindan tanishtiradi. Ismim Sevinch, yoshim 23 da. Ichingni chakishingni ham ayt. Xo'p. Asli Samarqandlikman, oyimlarda tojik qoni bor, adam o'zbeklar, shu uchun bizda ozgincha narsa aralashgan. Bitiskas, ha? Isanda ozgina ilonni ham qoni bor. Mana o'yinga chiqib keladi. Asli kasbim marketing, ya'ni marketologman. Voy o'li. Hop, ismim Ibrohim, onam qozoq, o'zim o'zbek. Adam o'zbek, men o'zim ham o'zbekman chunki. Hop, o'zim O'zbekiston, Toshkentda tug'ilganman, shuning uchun ham tako slang toshkentskiy. Nima deyish kerak yana? Yana bizdan Almataga olib boraman deb aldagansan, Yo'q, aldamagan, lekin olib boraman. Asli kasbing? Asli kasbim o'z barber bo'lganman. Barber emas. Sen sartarosh bo'lgan. Barber deyiladi. Barber zo'r oladi. Ibrohim, barber zo'r soch Sizlar oladi. meni Vine orqasidan tanigansizlar ko'pchiliginglar. No, men muzika aslan hobbiyim. Da, muzikani zo'r yozadi, bitta xatosi bor, Ganves bilan fit qilib qo'ygan. Yo'q, voy, xato emas u, aka. U maqtanish, aka u. Men o'zi 98